Ustilari kirsillab turadigan ichi yumshoqqina pirojkini uyda qilib ko'ramiz. Idishimizga sut, suv, dro'j, shakar, tuz, yog' solib aralashtiramiz. Un qo'shib yumshoqqina xamir qilamiz. Bu yerda siz reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Qovurishga o'tamiz. Qizib turgan yog'da piyozimizni suvi ketgunicha qovurib, go'shtimizni solamiz. Go'sht ham qovurilgandan keyin tabga qo'yib, pripravani solib, bir-ikki aralashtirib, mayda to'g'ralgan karam solamiz. Karam sal qovurilib yumshagandan keyin yarim piyola suv quyib, suv tortilguncha dimlab qo'yamiz. Nimani boraman, yordamlashyapti menga. Qaynab pishgan kartoshkani suvini to'kib, ozgina sut, slivichное масло, tuz qo'shib pyure qilamiz. Pyuredan ozgina 6 oylik bolamga ham olib qo'ydim. Nachinkalarni aralashtirib olib, xamirni zuvalashga o'tamiz. Oshgan xamirni doskaga qo'yib, qo'limizni yog'lab, ko'saklarga bo'lib olamiz. Manda общий 37 ta ko'sak chiqdi. Xamirlarni zuvalalash shart emas. Bitta olib, qo'limizda yoyib, ichiga nachinkadan solib, videoda ko'rsatilgandek tug'ilib qovurishga o'tamiz. Yog'imizni maksimal darajada qizdirib olib, keyin o'rtachadan sal pastroq olovda pishirib olamiz. Agar olov juda past bo'lib ketadigan bo'lsa, pirojki yog'ga bo'kib qoladi. Oldinlari pirojkini yonida sous bilan beriladi. Xuddi shu sousni qilib olamiz. Uning uchun bizga yarim osh qoshiqda tomat pastasi, zelin, tuz, suv kerak bo'ladi. Chusni qo'shmasangiz ham bo'ladi. Hammasini idishga solib aralashtirsak tayyor. Ishtaha.